Do'konlarimizda shu bilan birgalikda yuqori sifatga ega O'zbekistonda o'zini kuchli rezultatlari bilan ham natijalari bilan o'zini o'rniga ega bo'lgan barcha turdagi makkajo'xori urug'larimiz ham mavjud. Asosan bizda 3 ta turda makkajo'xori urug'lar mavjud. Don yo'nalishda, silos yo'nalishda, ham don ham silos yo'nalishda makkajo'xorilarimiz. Chorvador fermer akalarimizga taklif qilib qolamiz. Mana bizda Green Life kompaniyamizda, Forbiset kompaniyamizda, shu bilan birgalikda Fitto kompaniyamizda, Decalb kompaniyamizda, Mas kompaniyamizda, Banko kompaniyamizda 100 dan ortiq turdagi navlari bor. Asosiy ekinga ekiladigan makkajo'xorilarimiz tipida don yo'nalishda Forbiset kompaniyamizda FB 777 makkajo'xorimiz shu yil o'tgan yil 2024-yil sinovdan o'tib 25-yil mana bizga sotuvga yetib keldi. Ko'pchilik biladigan Green Life kompaniyamizda asosan O'zbekiston bo'yicha o'zini qudratiga, o'zini o'rniga hamma taniydigan, biladigan P700 makkajo'xorilarimiz asosiy ekin uchun don yo'nalishda tavsiya qilib beriladi. Shu bilan birgalikda silos yo'nalishda ko'p siloschi, chorvador fermer akalarimiz juda yaxshi biladi. Green Life kompaniyamizda mana chep makkajo'xori urug'lari. Bu rezultatlari O'zbekistonda birinchi raqamli makkajo'xorilar navi sort qatoriga kiradi. Ham silos yo'nalishda, donlik silos yo'nalishda ham birinchi raqamli makkajo'xorilar. Shu bilan birgalikda Fitto kompaniyamizda mana Altiya makkajo'xori urug'larimiz o'tgan yil biz sinovdan o'tkazgandik. Altiya makkajo'xorilarimiz bu ikkita yo'nalishda ishlaydi. Asosan ham don, ham silos yo'nalishda ishlaydi. Bular hozir sizga ko'rsatib borayotgan hamma makkajo'xorilarimiz asosiy ekin uchun tavsiya qilinadi. Fosi 700 foda kuni 120 kundan 130 kungacha tashkil qiladi. Shu bilan birgalikda ana Fitto kompaniyamizda Galyat makkajo'xori urug'larimiz ham bor mana. Bu ham asosiy ekin uchun ekiladi. Buni ham fos 700 foda kuni 120 kun 130 kun tashkil qiladi. Bu ikkita yo'nalishda ham don ham silos yo'nalishda. Shu bilan birgalikda mana Kaddiz makkajo'xorilarimiz silos yo'nalishda tavsiya qilib beryapmiz. Bu ham Fitto kompaniyamizniki. Bu ham fos 700 foda o'rtacha pishish muddati 120-130 kun tashkil qiladi. Va shu bilan birgalikda mana Decalb makkajo'xori urug'larimiz ham sotuvda bor. Decalb makkajo'xorilarimiz bular ham 700 folik makkajo'xorilar, asosiy ekin uchun ekiladigan sortlari. Decalb 5911, DK 7023 sortlarimiz, 6827 sortlarimiz barchasi mavjud. Bular ham asosiy ekinga ekiladigan DK 5911 sortimiz bu asosan don silos yo'nalishda. DK 723 sortimiz asosan don yo'nalishda ekiladi. 6872 sortimiz bu ham don ham silos yo'nalishda ekiladigan makkajo'xorilar naviga kiradi. Shu bilan birgalikda Mas kompaniyamizda 765A sortimiz ham bor va hamda Mas 78T sortimiz ham bor. Bular ham asosiy ekinga ekiladigan fos 700 foda kuni 120 kundan 130 kunga 120 kundan 130 kun tashkil qiladi. Asosiy ekin uchun ekishga mo'ljallangan bular hammasi. Va bizga yangi kirib kelgan ana Banko sortimiz ham bor. Bu shu yil 2025-yil inshaalloh Buxoro viloyati bo'yicha sinovdan o'tadi. O'sha sinovga rezultatiga bergan tonna sentnerlariga qarab keyin 2026-yilga asosiy sotuvga olib kiramiz rezultatiga qarab. Shu bilan birgalikda mana bizni takroriy ekinga ko'pchilik fermerlarimiz, ko'pchilik dehqonlarimiz tushunchasiga ega bo'lgan Simon makkajo'xori navimiz asosan ikkita yo'nalishda ishlaydi. Ham don, ham silos yo'nalishda ishlaydi bu. Asosiy arpadan keyingi ekinlarga, bug'doydan keyin, g'alladan keyingi ekinlarga ham silos yo'nalishda tavsiya qilinadi. Bu rezultatlarini biz Telegram kanallarimizga qo'yib boramiz. Kuzatib borishlaringiz mumkin. Shu bilan birgalikda mana bizda chempion silos yo'nalishda o'tgan yil Romitan tumanida ham donlik silos bo'ladigan eng zo'r navimiz Forbiset kompaniyamizning FB 772 makkajo'xori navimiz. Bu o'tgan yil Romitan tumanida barcha siloslik, donlik siloslik makkajo'xorilarni ortda qoldirgan. Ham chidamlilik sifatidan, ham qurg'oqchilikka chidamliligidan, ham o'zini tonnasi sentneri balandlik sifatidan juda ham birinchi raqamli makkajo'xori desak ham bo'ladi. Shu bilan birgalikda mana ko'pchilik biladigan Green Life kompaniyamizning Torro makkajo'xori navimiz. Bu Torroni juda ko'pchilik biladi, ekkan
ishonchli, eng sifatli, eng ishonchli rezultatlari ham juda ham ajoyib bo'lgan makkajo'xori navi. Torro makkajo'xorimiz asosiy fosi 680 fon tashkil qiladi, 670-680 fon tashkil qiladi. Bu asosiy ekinga, bu arpani tagidan ekiladigan ekinlarga tavsiya qilinadi. Bu ikkita yo'nalishda ishlaydi. Ham don, ham silos yo'nalishda ishlaydi. Agar silosga ekaman deydigan bo'lsa, o'zini chorvasiga, o'zini moliga yediraman deydigan akalarimizga biz asosan o'rta muddatda ekiladigan makkajo'xorilar naviga torroni tavsiya qilamiz. Agar bahorga ertachi ekaman deydigan bo'lsangiz, FB 772 ni tavsiya qilamiz ko'p fermerlarimizga. Bu ikkala sort ham o'zini rezultatlarini, o'zini natijalarini necha yildan beri ko'rsatib kelyapti. Sinovdan ispiradan o'tgan. Bizda eng birinchi o'rinda Agro Buxoro bizning markazimizda narx borasida ko'pchilikda bir savollar bo'lishi mumkin. Narximiz O'zbekiston Respublikasi bo'yicha barcha joydan narxlari bilan solishtirganda qisman arzonroq. Biz o'zim mana shu Buxoro viloyat bo'yicha jamiki makkajo'xori, balki ximikatlar hammasini inshaalloh o'zimiz Buxoro viloyatimiz fermerlariga, dehqon akalarimizga, barchasiga eng sifatli, eng arzon, eng qulay bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish maqsadimiz. Xudo xolasa inshaalloh 2025-yil mavsumni boshlab oldik. Barcha agrar sohaga, fermerlarga qiziqishi bo'lgan shu anovga yaqin bo'lgan insonlarni, do'konchi akalarimizni barchasini biz hamkorlikka chorlab qolamiz. Chorvador fermer akalarimizni hamkorlikka chorlab qolamiz. Biz bu urug'larni berish bilan birgalikda sizlarga muntazam agrotexnikalari, agrotexnik tadbirlari qaysi vaqtda, qanaqa holatda olib boriladi, hammasini o'zimiz tushuntirib, muntazam o'zimiz aloqada tushuntirib boramiz va shu bilan birgalikda barcha preparatlar qaysi vaqtda qanaqa agrotexnika qilishlari, qanaqa ximikat, qanaqa ozuqalar berilishlari hammasini tushuntirib boramiz. Va bizning markazimizda barcha turdagi urug'larimiz ham mavjud. Ochiqdala, teplitsa, ham ochiqdala, ham teplitsa, hammasi urug'larimiz ham mavjud.